Fotolampani olganda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Pulingizga kuyib qolmasligi uchun yoki aldanib qolmasligi uchun. Qani boshladik, xudo xolasa manfaatli videolardan bo'ladi. Birinchi navbatda, ya'ni fotolampa qo'l bola emasligini e'tibor bering. Ayniqsa kabellarga e'tibor bering. Har xil simlar yoki izolentda o'ralgan elektrlarni o'zi qilgan kabeldan qilingan fotolampalarni olmang. Sababiki necha yillar davomida siz farzandni tillab niyat qilib olgansiz. Va mana shu narsani qanaqadir bir farzandingizni sog'lig'ini mana shunaqa narsaga, tasodifiy narsaga qo'yish bu arzimaydi. Endi bunda olganingizda kabelda hamma narsasi e'tibor bering, zavoddan qilingan bo'linishi kerak va buni isbotlovchi eng muhimi, ya'ni sertifikat bo'lishi kerak. Mana bu kompaniyadan olingan sertifikat, pechatlarini ham bostirib olganman. Ya'niki mana shu kompaniyadan qilingan korobchni, ya'ni fotolampa ekanligini isboti bu. Va nechinchi yilda chiqqan, qanaqa xususiyatlarga ega hamma narsasi bor. Va bitta narsani aytib ketaman, ya'ni LED lampa 450 ta 460 nanometrli men o'zim tekshirib olganimda, ya'ni ko'k spektrli va bu ko'k spektrni siz qanday bilasiz desa, hozir men sizlarga yoqib, uni xususiyatini tushuntirib beraman. Mana ko'rganlaringizda ochiq ko'k bo'lib yonishi kerak. Aynan yoqib ko'ring, mana shunaqa yonsa, demak bu ko'k spektrli. Buni tarkibida infraqizil nurli, ya'ni bolani sog'lig'iga yomon ta'sir qiladigan nurli yo'q, qo'rqmasangiz. Agar u qoramtir ko'k yoki qoraroq yonadigan bo'lsa, u lampani olmang. Tekin bersa ham olmang. Chunki unda juda ham ko'p, ya'ni zarar yetkazuvchi nurlar ko'p. Bundan tashqari mana LED lampalari 150 ta kichkina lampochkalaridan, ya'ni ta'minlangan 5 qatorda va bularni hammasi ishlaydi. Agar mana bularni qaysidir ishlamasa yoki miltillovchi, yonuvchi korobkali yoki lampalar bo'ladigan bo'lsa, uni ham olmang. Sababiki bunda asnoshение bir xil bo'lmaydi, ya'ni nurlanish bir xil bo'lmaydi va buni samaradorligi bolangizda bilirubindan qolib ketadi va samaradorlik, sariqlik ketmaydi. Xuddi shunaqa holatda buni korobchni nisi qanaqa holatda bo'yi, ya'ni eni qanaqa bo'lishligi kerakligini inobatga oling. Bu 47 santimetrligini olganmiz. Nima uchun 47 santimetr? Bola chaqaloq tug'ilgan vaqtida 52 santimetrgacha norma hisoblanadi. Endi qolgan 5 santimetr ko'ziga ayni nurlanish tushmasligi uchun sal teparoqqa yotqizib qilinadi degan maqsadda olinib qo'yilgan. Eni bo'ladigan bo'lsa 20 santimetrda tashkil etadi. Ya'ni bola sig'aydigan. Balandligi, chaqaloqning balandligi nisbatan maksimal 20 dan 40 santimetrgacha bo'lgan. Buni eng zo'r olingani bo'yi 24 santimetr. Ya'ni hamma nyuanslarga e'tibor berishga harakat qilganmiz. Undan tashqari e'tibor bering, mana buni отражающий, ya'ni materialligi, ya'ni bu svetni, nurni qaytarib beradi va bir xilda, ya'ni nurlanish hosil qiladi. Bolangizning tanasida hamma joyiga bir xil nur yetkazib boradi. Undan tashqari ko'pchilik holatda biz nima qilamiz? Ajol tashab qo'yamiz. Bir necha soat yotganda bola shamollab qolmasligi uchun yoki shamol tegmasligi uchun albattaki pardalar tashab qo'yamiz. Va bu holatda bolani kislorodni galadaniya bo'lmasligi uchun, ya'ni tanqislik bo'lmasligi uchun kislorodga nima qilinishi kerak? Albattaki tirqishlardan iborat bo'lishi kerak. Bu yerda havo ventilyatsiyasi bo'ladi. Mana e'tibor bersalar, ikkita tarafda ham, ya'ni mana bunaqa ventilyatsiyali, ya'niki bizda teshikchalar bor. Undan tashqari eng muhim joyini aytib ketaman. Agar gaplashganingizda fotolampani kim bilan gaplashyapsiz? Mana bunaqa xalati bor insonmi, diplomi bor insonmi, oliy ma'lumotli insonmi? Ya'niki bunda fotolampa sariqlik haqida o'zi ilmiy ma'lumotlarga egami, sizga bolangizga to'g'ri tushuntira oladimi? O'sha narsalarni biling. Agar shunaqa narsalarni bilsangiz, xudo xolasa shunaqa niyat qiling, bolangiz xudo xolasa sariqlikdan butunlay yaxshi bo'lib ketadi va ummatni o'zini orqasidan tortuvchi yigit qizlardan bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar, keyingi videolarda uchrashamiz.